Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı da Gazi Rozi. Bugün Washington'dan başlayımız. Leksiyarısı da Gazi Rozi, leksiyarı Washington'dan başlayımız. Sizlere 2022 yıl 5. ayının 8. günü hürmetli vatandaş. Sizlerge vaziyet doğrusu da bir kelime. Mesela bunda vatandaşım tallanğan haberler. Rusya urushdan keyin parça bulup ketdi. Ukrayna qasam qildi. Bir qarich yerini tartqizib qo'ymaymiz. Vladimir Putin faqat taslimnoma kelishimiga imzo qo'ydi. Halqiliq paytlar Liu Baojie, Huang Shizong, Lin Yanhui, Wu Zijia, Li Qinghao, Yao Huijin, Jin Goumin qatarlıq Tayvanlik obzorchilar 5. ayının 8. günü yutup hazırlık kel vatandaşım. Şununla münasebetlikse sözleyimiz 2 gün ro'za hayitlik aram aldım vatandaşlarım. Onun üstüge üzüm qandaqdı bir işten bir hoş bulup kaldım. Hazır Allah halisa bu amelge çıkandan kim bugün yani müşleksiyelerini kendisiyle sözlep bilişim mümkün bu hikayetlerini. Bu hikayetin tarihi tahminen 5 yıllık tarihi vatandaşım. Avval mal leksiyelerini anlap duruslar, bugünkü leksiyeler tüvendikidik. Alakadar taraflarının haberleri kişini çonqur oyğu salıda mavzu. Rastıllah Xi Jinping septin düştü mü? Mavzulu haber 5. ayının 7. günü Vanvit orbiti ilan kılındı haber. Bundak başlar. Yakından beri Xi Jinping septin düştü deydiğen haberler tarqılışqa başladı. Universal orbitleri aşkarlap bundak körsetdi. Xi Jinping kısmen aldı septin düştü. Orunna Li Keqiang'a ötünüp bədi. Jiang Zemin armiyanı başquruşqa kirişdi. Hu Jintao Xi Jinping partiya içideki işlerini tuttu. Wang Qishan Wang Hu'nun siyaset icra qilishqa başladı. Xi Jinping'ni inkar qilmaymiz, mas'uliyetini surishti qilmaymiz. Vaqti kelganda pensiyaga chiqdi. Siyosiy sahnini o'tinib berdi. Li Keqiang varislik qildi. Bu ishlar 20. qurultayda oshkor qilindi. Lekin Xi Jinpingga chetishlik barliq cho'qinishlar, shaxsga cho'qinishlar amaldan qoldirilishi lozim. Ichki tashqi siyosatlar tanishilishi lozim. Xi Jinping'in adamları pensiya yaşıdakiler pensiyaga chiqishi lazım. Qarıştırdık Allah, qarıştırışı lazım. Yuqori qatlamdakilar tuvanga tushishi lazım. Xi Jinping'da har qanday huquq bo'lmaydi. Faqat hurmat qilinadi. Hech qanday huquq bo'lmaydi, faqat hurmat qilinadi. 5. ayının 5. günü keşten ait zor bir haber yetip geldi. Xi Jinping daimi komitet a'zolari yig'ini riyosachilik qildi. Virus ahvol tizginlash, oldin olish xizmatlarini tadqiq qildi. Yig'in bunda xabar qildi. Xi Jinping to'g'risida faqat bir jumla so'z. Sekretar Xi Jinping yig'in riyosachilik qildi va muhim so'z qildi. Biroq konkret xabarda Xi Jinping'ning nima deganligi to'g'risida xabar yo'q. Bu ishdan yaqin yillardan beri ozi ko'rilgan bir ish bo'ldi. Davomli shundoq yig'inlarni xabar qilganda Xi Jinping mundaq ko'rsatdi degan so'z iboralar bilan boshlanadi. Markaziy televiziya stansiyasining xabarlari. Keyin Markaziy komitet qandaq Markaziy komitetning birdakligini saqlaganligi to'g'risida to'xtaladi.
Lekin bu qatimqi yig'inda xabar qilganda Kompartiyaning an'anasi bo'yicha Shi Jinping yadrolig'idagi Markaziy komitetning atrofiga uyushib deydigan iboralar xabardan tushib qoldi. 5-chi kuni Markaziy televiziya stansiyasi ulab anglitish programmasida burungi yig'inlarni xabar qilgan o'xshamaydigan bir taraf shu bo'ldiki, diktor 5 minutlik xabarda bir odam originalni o'qib berdi. Bir odam originalni o'qib berdi, lekin yig'indan hech qanday bir ko'rinish, suratli ko'rinish berilmadi. Inchkilik bilan kuzatganda diktorning kayfiyatida xotirjamsizlik ko'rinib turadi. Bu suratli ko'rinish ko'rsatmaydigan, oz uchraydigan bir xabar qilish bo'lib qoldi. Acaba Rais Shi Jinping bu yig'inga qatnashmaganmi? Başta riyasetçilik qildi deyilgan edi-ku. Bu televiziya stansiyasiga Beijingdagi bir g'ayriy ko'rinish, g'ayriy xabar tarqatish bo'lib hisoblanadi ekan vatandoshim. Demak, Markaziy komitetning sirli harakati sirli qoldi xabar qilindi.